Ayzorto'la Yakkasaroydan 105 kvadrat metrli xonadonimizni, ya'ni gigant ko'rib turgan xonadoningizga sotuvga chiqqan. Hozir masalan tezlik bilan tanishtirib chiqaman. Bu asosiy kirish eshigimiz bo'ladi. Kirganimizda stroyniy shkoflarimiz va o'ng qo'lda umumiy yuvinish xonamiz bor. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli ta'mirdan chiqqan. Bu yerda bo'lsa bir kishilik yosh bolalar yotoqxonamiz qilingan. Ko'rsanglar bo'ladi, hamma sharoitlar bilan tayyor turibdi. Yo'ligimizga ham e'tibor berasizlar. Juda ham keng, kattagina patologlarimiz 4,5 metrli patologlar bo'ladi. Bu yerda bo'lsa bizani mehmonxona o'rnidan ham foydalansak bo'ladi, oshxona o'rnidan ham foydalansak bo'ladi. Bu yerda choy uchun stol stullari, bu yerda bo'lsa oshxonamiz alohida qilingan, loft eshiklari ham mavjud. Vidvijnoy eshiklar qo'yilgan. Bu yerda bo'lsa kattagina televizorlarimiz, komodlarimiz qilingan. Yo'lak bo'ylab kelganimizda ko'rsanglar bo'ladi. Bu yerda bizani yana bitta spalni yoki mehmonxona qilib olsak ham bo'ladi. Stol stullarni qo'ysak bo'ldi Ayzorto'la. Bu yerda 2 kishilik yosh bolalar yotoqxonamiz bor. Alohida kravatlari, shkoflari, tumbuchkalari, tashqariga qaragan oynalari mavjud. Bu yerda bo'lsa master yotoqxonamiz Ayzorto'la. Master yotoqxonamizga o'tamiz. Kattagina kravatlari, bu yerda bo'lsa televizorlari, tashqariga qaragan oynalari, tumbuchka, bira, chiroyli konditsionerlar, bu yerda ham shkoflari mavjud va komodlari va o'zini alohida yuvinish xonasi bor, ko'rsanglar bo'ladi. Uyimizdan narxiga keladigan bo'lsak, $180 shoshilib qolinglar Ayzorto'la. Bunaqa variantli uylarimiz juda ham kamdan kam chiqadi. Uyimiz birinchi qavatda joylashgan, kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarda baraka qilib bera olamiz. Sizlar bilan Nodir uylar bo'ldi. Hammaga rahmat.